Assalomu alaykum, hurmatli aziz xalqim. Assalomu alaykum, qadrdonlarim. Bugun mana Ro'za hayitining birinchi kuni barchalarni hayit bayrami bilan chin qalbimdan muboraklayman. Aziz xalqim, mana bugun biz Do'stlik mahallasidagi Yasaviy ko'chasida o'rinlashgan Muzammil mechitining oldida, bugun mushu mechit oldida mana tong sahardan oldidan boshlab Ro'za hayitining birinchi kuniga mana bizning zot jamoatchiligi, oqsoqollar, akalarimiz, inilarimiz yig'ilmoqda. Biz bugun mushu mechitdagi o'tkaziladigan namoz vaqtini ham tushirilib qilamiz. Andan keyin bugungi hayitlik bayramda bizning urf-odatimiz bo'yicha chelinadigan karnay surnay nog'irlarimizning sadosini bir yangritimiz. Andan keyin ko'chim mengib bizning ota-bobolarimizning cho'nglarni yo'qlashdagi hayitlashish urf-odatini sizlarga namoyish qilamiz. Bizning urf-odatimizga asoslanib, ko'cha mushu karnay surnaylarni yangritdi. Chunki Ro'za hayitining dastlabki kuni buning ahamiyati nima degan vaqtida butkul xalqni, xalq olamni, ommani mana Ro'zaning hayitlik bayram kuni boshlandi. Uyg'oninglar, tog'ga sirtqa chiqinglar deb turib, mushu jar selish maqsadida bu karnay surnaylar chelinadi. Mana Xudoyim buyursa, hozir Do'stlik mahallasining Yasaviy ko'chasidan boshlab biz ko'chim mangan mushu ko'rinishlarni tushirilib qilamiz. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalomu alaykum aziz xalqim. Mana bugun biz Do'stlik mahallasidagi Ro'za hayitini qarshi elish urf-odatini tushiryapmiz. Mana bugun mushu bosh yigit beshi Azat akaning uyida bugun mana hayitlashay deb hayitlash urf-odatini tushiryapmiz. Barchalarga bugungi Ro'za hayit bayramiga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. İstanbul'daki agarlarimiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. الأحياء على ما إنك بجب الدعوة والبركات والحاجات فوق ومصور من بالقلب سهلة خاطر